Men bu narsani kerak emas deb o'yladim, lekin onamlarning reaksiyasini ko'rgandan keyin to'g'ri xarid qilganimga ishonchim komil bo'ldi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda 95% dan oshiq opa-singillarimiz va onalarimiz dam olish kunlarini uyning uborkasiga sarflashadi. Mijozimiz bizdan robot pilsos xarid qilgandan keyin nimalar o'zgarganini hosilaga aytib o'taman. Aytishlari bo'yicha onalari va opa-singillari endi o'zlari uchun ko'proq vaqt o'tkazishni boshlashibdi va uylarini ideal darajada robot pilsosimiz tozalab berayotgan ekan. Eng mayda detallarni ham ko'zdan qochirmasdan pollarni ham artib berayotgan ekan. O'zi robot pilsosimizni programma orqali boshqarsanglar bo'ladi. Vaqtini belgilab qo'ysanglar, sizlar uyda bo'lmagan paytdan bemalol tozalab bera oladi. Eng muhimi, toklarni ekonom qiladigan rejimi bor. 24 soat ishlasa ham sizni unaqa katta rasxodga tushirib yormaydi. Akam, agar siz ham uydagi ayollarga shunaqa bitta robot pilsos olib beradigan bo'lsangiz, ularni ishini ancha yengillashtirgan bo'lasiz. Eslatib o'taman, bu mahsulotlarimizga biz 1 yil garantiya beramiz. Bemalol do'konimizga kelib ko'zinglar bilan ko'rib xarid qilishingiz mumkin. Yoki pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar, mutaxassislarimiz sizga batafsil ma'lumot berishadi va siz uyingizga to'g'ri keladigan modellarni tavsiya qilib olib borib, uстановкаларni ham qilib berishadi.